Assalomu alaykum. Yaqin orada qanaqa quvonchli xabar kutyapti sizni? Lekin shuni aytib o'tishim kerakki, quvonchli qanaqa baxtli xabar kutadi deb so'ratganimda ikkita kartam tasodifan ayrildi, o'zi tushib ketdi. Siz bu karta bu folga kirib qolgan insonlar juda ko'pi quvonchli voqea hodisalardan yoki baxtli bo'lishdan o'zi qo'rqadigan inson ekan. Xuddiki nimadandir xursand bo'lib ketsa yoki nimadir yaxshilik kelsa orqasidan xuddi bir yomon bir falokat, yomonlik keladigandek tuyuluvchi, umuman o'zini baxtga, sevishga, sevilishga loyiq ko'rmagan, ichki qo'rquvlarga to'la, o'ziga bo'lgan ishonchi kamroq bo'lgan inson ekanligingiz ko'rinyapti. Oldin bunaqa bo'lgan bo'lmasligingiz mumkin. Yaqin 2 yildir yoki 2 oydir ichkarisida qandaydir o'zingizga bo'lgan samootsenkangiz tushib ketib qolgani ko'rinyapti bu yerda. Ya'ni baxtli bo'lishga qarshi qo'rquv paydo bo'libdi, lekin aytayaptiki, ochiling. Baxt sari ochiling. Nimaiki istasangiz hamma narsaga erishasiz. Qo'rquvlaringizni yengib o'ting. Hattoki jarlik yoqasida bo'lsangiz ham, ana shu jarlikdan yiqilib turib baxtga erishishingizni bilsangiz, o'sha jarga yiqiling. Hech nima bo'lmaydi, ya'ni. Yiqilib tushishdan qo'rqib, xato qilishdan qo'rqib, oldingizga kelayotgan chiroyli baxtli kunlarni qo'ldan chiqarib qo'yayotganingiz bu yerda ko'rinyapti. Yiqilsangiz nima qilibdi? Balki o'sha yiqilish sizni muvaffaqiyatga olib borar, o'sha muvaffaqiyatga yoki baxt sari olib borar. Buni siz bila olmaysiz. Shuning uchun sinab ko'rmasdan turib, o'z-o'zidan bo'lmagan narsalar uchun qo'rquv va panik atakalaringizni yengib o'ting. Bu bir. Ikkinchisi, qanaqa quvonchli xabar deydigan bo'lsam, oxirgi vaqtlar moddiy qiyinchiliklar yoki ba'zi insonlarimiz uchun qandaydir xastalik holati bo'lgan bo'lishi mumkin. Moddiy qiyinchiligingiz bo'lsa, moddiy qiyinchiliklaringiz barham topadi, tezlik bilan hamda, yoki xasta bo'lgan bo'lsangiz deyapti, xastaligingiz ham tez orada tuzalib ketishi bu yerda ko'rinyapti. Hayotingizga katta o'zgarishlar kirib kelayotgani ko'rinyapti. Kuchingiz, irodangiz, o'zingizni zehningiz bilan deyapti, o'zingiz hayot qilgan baxtli, ozod bir hayotga erishishingiz ko'rinyapti bu yerda. Faqatgina o'sha qo'rquvlaringizni yengib o'ting, harakatga keching. Ko'ryapsizmi? Harakatlanishingiz kerak. Suvga qarshi suzing, shamolga qarshi suzing. Kerak bo'lsa butun dunyoga qarshi keling. Boshqa insonlarning tushunchasi boshqa bo'lib, sizniki boshqacha bo'lishidan qo'rqmang. Chunki ulardir, siz deyapti bu yerda. Nima deydi? Bir poda qo'y suruviga o'shqab ketayotgan insonlar orqasidan ergashmang. Ba'zi insonlar bulutni moviy bo'lib ko'rinsa ko'ziga, ba'zi insonlar uchun oq bo'lib ko'rinishi mumkin. Ular uchun moviy ko'rinayotgan bo'lsa, siz ham buni moviy deyishga majbur emassiz. Siz uchun oq bo'lsa oq deng, moviy bo'lsa moviy deng. Umuman olganda, kerak bo'lsa butun dunyoga qarshi turing, harakatga o'ting, hamma narsaga qarshi keling deyapti. Va istagan hamma narsangizni qo'lga kiritasiz. Sizga qanaqa quvonchli xabar bor deydigan bo'lsam, o'sha sizni ichki qo'rquvlaringiz bor-ku, o'shalarni yengib o'tasiz. Moddiy qiyinchilikdagi bo'lganlar moddiy qiyinchilikdan forig' bo'ladi, xasta inson esa tuzaladi deydi. Albatta bu kollektiv ochilim, alohida shaxslarda o'ziga tegishli bo'lgan bo'lishi bo'lmasligini o'zlari nima deydi, kartaga kirganda zotan tushunib yetishadi bu yerda. O'sha boshdagi aytib o'tgan nimam bo'yicha, mana sizni holatingiz haqiqatdan ham baxtli bo'lishdan qo'rqib qolgan holat bo'lsa sizda, demakki bu ochilim siz uchun. Umuman aytayapti, qadam ba qadam deyapti. Yaxshi yangiligimiz shuki, qadam ba qadam hamma o'ylagan maqsadlaringizga erishishingiz ko'rinyapti bu yerda. Chunki siz hayotingiz davomida kerakli tajribani ko'rsatdingiz. O'sha siz kichkina bola emassiz, siz kichkina qiz emassiz. Siz o'sha mustaqil fikrlari bor insonsiz, faqatgina harakatga ketishda qo'rquv bor. Siz baxtga loyiqsiz va shunday bo'ladi ham. Quvonchli voqealardan yana bittasi, do'st o'rtoqlaringiz davrasida yoki biror chiroyli kunda birgalikda bir joylarga borishingiz, bu ham sizga qandaydir pozitiv energiya berishi, kuchlantirishi, ruhlantirishi, o'sha ko'pchilikning ichiga kirib insonlardan motivatsiya olishingizga sababchi bo'lishi ko'rinmoqda. Sog' bo'ling.